Aylanay xola. Mana. Aylanay. Canımdan. Mehribon mushfiq otalar, ey mushtipar mungluq onalar, farzandlar yo'lida zor ko'zlar, axir ota onadir sizlar. Ne sabab g'amxonadasizlar, qadoq edi qo'l oyog'ingiz, Assalomu alaykum hurmatli aka-ukalar, opa-singillar, ayniqsa bizni musofirda ko'rib turgan jigarlar. Bilasizlar, sizlarga anchadan beri Tespay ilovasini tavsiya qilib kelamiz. Bugun biz mana shu Tespayda rasmiy ofisdamiz. Ko'rib turganlaringizdek, bu yerda kun-tun sizlar uchun mutaxassislar ishlashmoqda. Shunday ekan, hurmatli aka-ukalar, Tespay ilovasi rasmiy, ishonchli. Siz peshona teringiz bilan topayotgan pulingizni bemalol Tespay orqali jo'natishingiz mumkin. Sog' bo'lingizlar, omon bo'lingizlar. Tespay ishonchli hamda xavfsiz. Tespay, biz bilan qulaylikni his qiling. Aylanay xolani oldiga kelyapmiz. Aylanay xolani hozir energiyasini ko'rasizlar aka-ukalar. Qarab turingizlarda, Aylanay xola bizni uzoqdan kuzatyapti. Ana Aylanay xola. Aylanay! Ana Aylanay xola kelyapti. Aylanay xola. Aylanay! Aylanay, assalomu alaykum. Xolajon, yaxshimisiz? Assalomu alaykum. Sog'ligingiz yaxshimi? Tanijoningiz zamonmi? Bormisiz? Bor. Qandaysiz? Yaxshi. Yaxshi yuribdi. Keling qani? Gapirdik, Loydan. Qandaysiz? Yaxshi. Avvalambor assalomu alaykum hurmatli Shov TV kanalini kuzatuvchilari. Sizlar bilan men Jamshid Ismatov. Sizlarni bugungi videoda ko'rib turganimdan bag'oyatda xursandman. Aylanay xolaga men va'da qildim 8-mart xalqaro xotin qizlar bayrami munosabati bilan bugun Aylanay xoladan xabar olgani keldim. Aka-ukalar, mana shu videoni ko'ryapsizmi? Shu videoga bir dona like bosib, agar siz onangizni yaxshi ko'rsangiz, musofir yurtdan shu bugun onangizga telefon qilib, onajon, bayram bu bahona. Men sizni yaxshi ko'raman deb bir og'iz onangizga telefon qilib hol ahvol so'rang. Chunki mana shunday insonlarni tirikligida qadriga yetaylik aka-ukalar. O'sha uchun bugun Aylanay xolamizni bayrami desak ham mubolag'a bo'lmaydi. Shu uchun juda ham ko'p aka-ukalar so'radi, Aylanay xolani ko'rsat, Aylanay xolani ko'rsat Jamshid deb. O'sha uchun Aylanay xolamni mana shunday bugun. Aylanay xola, endi sizga bitta surpriz bor. Ko'zingizni yumib turasiz, ochmaysiz. Xo'p. Ochmaysiz, eshiting meni, ochmaysiz. Yuming ko'zingizni. Aylanay xola. Mana. Aylanay. Canımdan. 8-mart xalqaro xotin qizlar bayrami bilan sizni tabriklayman. Mana bu gullar sizga. Mana shu gullarday ochilib yuring hamda mana shunday shirin tortlarday shirin bo'lib yuring. Xo'p. Aylanay xola, qandaysiz o'zingiz? Yaxshi. Bizni mana siz ko'rib turgan opalarimizga, akalarimizga nima deysiz? Mayli. Sog' bo'lsin. Sog' bo'lsin. Omon bo'lsin. Omon bo'lsin. Musofir yurtdan eson omon kelsin. Yesin. Hammasi yaxshi bo'ladi. Hammasi yaxshi bo'ladi. Siz bugun xursandmisiz? Ha, yaxshiman. O'tgan safar aytdingiz. Ha. Xotin qizlar bayramiga kelsangiz degandingiz. O'shanga mana bugun kelib, sizni shunday chiroyli bir gullar bilan tabriklab ketyapman-da. Rahmat akajon. Ey rahmat. Siz xursand bo'lsangiz bo'ldi. Mana shunday qo'lingizga gulni ushlang. Ana shunday ishlang, rasmga tushirib, unday emas, keling. Keling mana shunday ishlang.
Mama. Aylanay xola hayajonlanyapti aka-ukalar. Endi nima desam bo'ladi? Aylanay xolaga o'sha uyini topshirganimizda gul beruvdim-a. Ha, gul beruvdim. Undan keyin faqat ihson olib kelib berardik, xudo xolasa. Hayit kunlari yana produktlar qilib kelaman. Xudo xolasa bugun endi bayram munosabati bilan mana shu Aylanay xolani xursand qilib ketish maqsadida mana shirin tortlarni hamda mana shunday shirin gullarni olib keldim. Xudo xohlasa Aylanay xola umringiz uzoq bo'lsin. Xo'p. Nimaiki niyat qilgan bo'lsangiz, niyatingizga yeting. Xo'p. Men sizni yaxshi ko'raman Aylanay xola. Xo'p. Mana endi yuring, uyga kirgizib qo'ying. Keyin siz bilan yana gaplashamiz. Aylanay xola, Ha. mana bizni ko'rib turgan akalarimiz, opalarimiz hammasi sizni so'rashadi-da, o'shalarning talab va istaklariga ko'ra bugun sizni bayram bilan tabriklab ketishga keldim. Xo'p. Mana shu musofirda yurgan, bizga yordam qo'lini cho'zgan musofirdagilarni, qo'shni respublikadagi aka-ukalarimiz, opa-singillarimiz bitta duo qilib qo'ying. Ilohi omin. Eson omon yursin, tinch bo'lsin, musofir boshi omon bo'lsin. Omon bo'lsin. Eson omon uyiga yetib kelsin. Nimaiki niyat qilgan bo'lsa, niyatlariga yetsin. Sizga ham ro'za Ramazon oyi muborak bo'lsin va bayramingiz qutlug' bo'lsin. Allohu akbar. Aka-ukalar, nima deydi? Har doim mana shu Aylanay xolani oldiga kelsam, ishlarim yaxshi bo'ladi. Chunki siz ihsonni mukofoti ihson deyishadi-ku. O'sha uchun kimnidir so'rab borsangiz, ana bugun birinchi o'qituvchimni oldiga bordim. Ayrim sabablarga ko'ra uyda yo'q ekan. Meni ko'rib turgan bo'lsangiz, xudo xohlasa erta yo indin yana boraman. Chunki menga ta'lim bergan va mana Aylanay xolani oldiga keldim. Hozir xolamni oldiga boraman. Yana bir ikkita insonlarning oldiga borib, bugungi bayram bu bahona. Har kunimiz bayram jigarlar. 8-mart xotin-qizlar bayrami bo'lganligi uchun bir beshta oilani mana shunday ihsonimiz bilan, mana shunday chiroyli sovg'amiz bilan ko'nglini ko'tarib, kayfiyatini a'lo darajada qilib ketish niyatim bor. O'sha uchun jigarlar shu bugun telefon qilib onangizni bayram bilan tabriklab qo'ying. Xudo xohlasa keyingi videolarda ko'rishguncha sog' bo'linglar, omon bo'linglar. Hamma ayollarni 8-mart xalqaro xotin-qizlar bayrami bilan chin yurakdan Shov-Shuv TV kanali hamda o'z oilam nomidan tabriklab qutlab qolaman. Men sizlarni yaxshi ko'raman. Sog' bo'linglar, omon bo'linglar. Xayr.